pastga tushib ketmaydigan yumshoq holatda, yumshoq holatda qochaverdi-da. Bo'ldi, men harakat qilaman, shunaqa qilishni iloji bo'lsa, men sizga qilib turib ko'rsataman. Alo, transfer qilib bersangiz, keyin yana o'zim aytgan narsalardan aytaman, boshqa aytadigan bo'ldim. Bo'ldi, bo'laveradi. Bo'laveradi. O'zi o'sha kun tashlab ketganingizga qachon bitkizib qo'yaverdim. Bo'ladi, chechcha qilib. Mayli endi, nasib ekan. 4 kun 5 kun stopini olaman, xudo xolasa qilaman. Bu telefonlashamiz, xo'p, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Aka, telefon qilgan ekansiz, javob berolmayapsiz. Men WhatsApp bilan gaplashdim sizga, narsa tashladingiz. Bir maslahat beraylik-chi, O'zbekistonga Qo'qonga boramiz. Endi cho'q telefon qilib boramiz-da, o'zingizga. Bo'ldi, hozir bir qator o'sha javob berolmaganlarga javob beryaptimda, ish bilan bo'lib ko'pincha qarayman. Rahmat aka, salomat bo'ling. 80 kilometr dedingiz-a, Qo'qondan 80 kilometr? Ha, Qo'qondan Marg'ilon 80 kilometr. Xo'p, Kelsangiz aka, bemalol xizmat bo'lsa chiroyli qilib beramiz aka. Telefoningizni saqlanib qo'ygan, xo'p aka. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xo'p aka, salomat bo'ling. Xo'p. Muammosi yo'q ekan.